Inson umri davomida minglab odamlarni uchratadi, yuzlab kitoblarni o'qiydi va tinimsiz baxt qidiradi. Ammo yillar o'tib, sochlariga oq oralaganda anglab yetadigan shunday haqiqatlar borki, ularni vaqtida bilish bizni yuzlab xatolardan asrab qolgan bo'lardi. Bugun biz sir saqlash kerak bo'lgan va hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan 3 ta yashirin qoidani gaplashamiz. Birinchi, hayot bu bizga berilgan buyuk imkoniyat va tinimsiz davom etadigan darsdir. Hayot haqida Alisher Navoiy shunday deydi: hayotning mazmuni insonlarga yaxshilik qilish va o'zingdan keyin ezgu nom qoldirishdir. Kimki birovning dardiga sherik bo'la olsa, u haqiqiy insondir. Jaloliddin Rumiy: siz hayotni qidirmang, hayot sizni qidirsin. Toza qalb bilan yashasangiz, hayotning o'zi sizga eng go'zal sovg'alarni olib keladi. Lev Tolstoy: hayotning mazmuni faqat o'zing uchun yashashda emas, balki atrofdagilarning hayotini go'zallashtirishdadir. Inson boshqalar uchun yashagandagina o'zining kimligini tushunadi. Vaqt va imkoniyatning qadri haqida Abrayxon Beruniy: vaqt hayotning o'zidir. Vaqting ketyapti, umr sinyapti. Uni behuda narsalarga sarflash o'z umrini sovutish bilan barobardir. Har bir soniyani ilm va amal bilan bezash lozim. Hayot uzun yoki kalta bo'lishi emas, balki uni qanday yashab o'tganing muhim. Ko'pchilik uzoq yashaydi, lekin hayotning mazmunini judayam kech tushunadi. Umar Hayyom: bugungi kunning eng go'zal kundir. Chunki kechagi kun o'tib ketdi. Ertangi kun hali noma'lum. Bor vaqtingni baxtli bo'lishga sarfla. Qiyinchiliklar va sinovlar haqida Konfutsiy shunday deydi: yiqilish bu mag'lubiyat emas. Haqiqiy mag'lubiyat yiqilgandan keyin qayta turmaslikdir. Hayot sinovlari sizni sindirish uchun emas, sizni chiniqtirish uchun keladi. Mahatma Gandi: hayot o'zgarishlaridan qo'rqmang. Agar siz dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zgarishni avvalo o'zingizdan boshlang. Albert Einstein: hayot velosipedga o'xshaydi hamda uni haydaganda muvozanatni saqlab qolish muhim. Tinimsiz harakat qilish kerak. Hayot oq va qora chiziqlardan iborat yo'ldir. Qorong'u tundan keyin albatta yorug' kun kelishini o'tmagan odam hech qachon umidsizlikka tushmaydi. Umr oqar daryo, uning qadriga yetish uchun suvni loyqalatmaslik kerak. Hisobimizda faqat bir kun bor, uning esa qadriga yetaylik.